Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda men sizga hayotiy muhim va har biringizni, ayniqsa o'rta yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizni bevosita qiziqtiradigan bir masalada so'z yuritmoqchiman. Agar siz hozirda ushbu yosh oralig'ida bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshdagi kishilar bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Chunki bugun men sizga aytadigan ma'lumotlar kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz, osoyishta keksalik davringiz uchun suv va havodan ham muhimroqdir. Bu shunchaki bir maslahat emas, bu sizning ertangi kuningizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ogohlantirishdir. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki undagi har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun oltin qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Xo'sh, muammo nimada? Avvallari O'zbekistonning ijtimoiy himoya tizimi birmuncha soddaroq va tushunarliroq edi. Ko'pchilik uchun pensiya masalasi juda uzoq, shaxsiy e'tiborni talab qilmaydigan mavzu bo'lib tuyulardi. Odamlar bir tashkilotda umr bo'yi ishlagan, mehnat daftarchalari to'ldirib borilgan va pensiya yoshi yetganda davlat barcha g'amxo'rlikni o'z zimmasiga olishiga ishonilgan. Ko'pchilikning fikricha, davlat baribir o'z fuqarosini och qoldirmaydi, pensiya beradi degan sodda tushuncha mavjud edi. Ishonchli, oddiy va unchalik ko'p bosh og'riq keltirmaydigan tizim edi. Pensiya miqdorlari asosan mehnat stajiga va oxirgi ish haqi miqdoriga qarab hisoblanardi. Ko'pchilik bu mexanizmlarni chuqur tushunishga harakat ham qilmas edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Ijtimoiy himoya tizimida juda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Qonunchilikka o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Endi sizning pensiyangiz nafaqat mehnat stajingizga, balki sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ijtimoiy to'lovlarning miqdoriga bevosita bog'liq bo'lib qoldi. Bu degani qancha ko'p to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiyangiz ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu tizim bir tomondan adolatliroq ko'rinsa-da, ikkinchi tomondan fuqarolardan mas'uliyatni va o'z kelajakdagi pensiya ta'minotini nazorat qilishni talab qiladi. Hozirda mehnat faoliyatining rasmiy qismi, ya'ni pensiya jamg'armasiga to'langan badallar soni va miqdori hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umr ko'rish davomiyligi ham oshib bormoqda. Bu esa davlat byudjetiga bo'lgan yukni oshiradi va tizimning yanada optimallashishini talab qiladi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolarimiz ushbu o'zgarishlardan bexabar yoki ularning ahamiyatini to'liq anglab yetmaydilar. Ular hali ham avvalgi sodda tizim bo'yicha fikr yuritishadi. Bu esa kelajakda ularni juda noxush vaziyatga solib qo'yishi mumkin. Xo'sh, nimalarni bilishimiz kerak va kimlar ko'proq xavotirlanishi lozim? Birinchi navbatda shuni tushunish kerakki, O'zbekistonda pensiya hisoblashning yangi tartibi asosan fuqaroning individual hisob raqamiga yig'ilgan mablag'lar tamoyiliga asoslanmoqda. Bu degani, sizning ish beruvchingiz yoki sizning o'zingiz tomonidan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy to'lovlar miqdori sizning kelajakdagi pensiyangizni belgilovchi asosiy omildir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Norasmiy ishlagan yoki xorijda ishlagan fuqarolar. Agar siz uzoq yillar davomida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchangizga yozuv kiritilmasdan va pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmasdan ishlagan bo'lsangiz yoki xorijda ishlab O'zbekiston pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lov qilmagan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol 1, Farruq aka 25 yoshda. Yigitlik davrida 15 yil rasmiy korxonada ishlagan. Uning mehnat daftarchasi joyida pensiya jamg'armasiga to'lovlar bo'lgan. Keyin esa yoshi 35 ga yetganda daromadi ko'proq bo'lgani uchun 20 yil davomida xususiy sektorda norasmiy ishlagan. Ya'ni shartnomasi bo'lsa-da, ish beruvchi uning nomidan pensiya jamg'armasiga badal o'tkazmagan yoki minimal miqdorda o'tkazgan. Hozirda 55 yoshda bo'lib 5 yildan keyin pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Uning umumiy ish staji 35 yil bo'lishiga qaramay, rasmiy va to'lovlar qilingan staji atiga 15 yil. Bu esa uning pensiya miqdori kutilganidan ancha past bo'lishini anglatadi. Uning yoshi yetganida hatto minimal pensiyaga ham zo'rg'a ilinib qolishi mumkin, chunki pensiya jamg'armasi uning norasmiy ishlagan 20 yili uchun hech qanday to'lov olmagan. Bu holatda Farruq aka jiddiy yo'qotishga uchraydi, chunki o'zi uchun yuqori daromad topgan yillar pensiya hisobiga kirmaydi. 2 oy isirish ish haqi miqdori ataylab past ko'rsatilgan fuqarolar, ba'zi ish beruvchilar soliq yukini kamaytirish maqsadida xodimlarning rasmiy ish haqini haqiqatan ancha past ko'rsatishadi. Natijada
pensiya jamg'armasiga ham kam miqdorda badallar o'tkaziladi. Misol 2 Dilfuza opa 48 yoshda bir xususiy firmada 10 yildan beri rasman ishlaydi. Ish haqi konvertda beriladi. Rasmiy ish haqi esa O'zbekiston bo'yicha belgilangan minimal ish haqidan biroz yuqori qilib ko'rsatilgan. Uning oylik daromadi 5-6 million so'm bo'lsa-da, hujjatda 20 million 500 ming so'm ko'rsatiladi. Endi pensiya jamg'armasiga uning nomidan 20 million 500 ming so'mdan badallar o'tkaziladi. Yana 2 yildan keyin pensiyaga chiqqanda uning pensiyasi haqiqiy daromadiga mutlaqo mos kelmasligini ko'radi. Chunki pensiya hisoboti uning rasmiy ish haqi, ya'ni 20 million 500 ming so'm asosida amalga oshiriladi. Bu esa uning umidlarini puchga chiqaradi. Uning umumiy yillik mehnati pensiya hisob kitoblarida qadrsizlanadi. 3. Asli shu mehnat daftarchasida xatoliklar yoki bo'shliqlar bo'lgan fuqarolar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ishga kirganlik, ishdan bo'shaganlik yoki lavozimdagi o'zgarishlar haqida noto'g'ri yozuvlar bo'lsa yoki umuman qanday davralar yozilmasdan qolib ketgan bo'lsa, bu ham kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Asli shu misol 3. Jamshid 60 yoshda. U butun umr turli korxonalarda ishlagan. Bir yoshlik korxonadan boshqa korxonaga o'tganda eski joydan bo'shatilganligi to'g'risidagi yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan, lekin yangi ishga kirganligi yozuvi 3-4 yil o'tib tushirilgan yoki umuman yozilmay qolib ketgan. Hozir u pensiyaga chiqish uchun hujjatlarni yig'a boshlaganda pensiya jamg'armasi xodimlari uning mehnat daftarchasidagi 4 yillik bo'shliqni aniqlashdi. Bu davr uchun u o'zining ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxalari topib bera olmadi. Natijada bu 3-4 yil uning umumiy mehnat stajidan chiqarib tashlandi. Bu esa uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Uning pensiyasi shu davrga mos ravishda kamayadi. Kimlar ko'p xavotirlanishi shart emas, lekin baribir ehtiyot bo'lishlari kerak. Davlat korxonalarida umr bo'yi rasman ishlagan, ish haqi doimiy ravishda pensiya jamg'armasiga to'lovlar qilingan va mehnat daftarchasi to'liq va tartibli bo'lgan fuqarolar. Ular uchun asosiy masala o'z stajini va to'lovlarini to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qilishdir. Ammo ularning ham bir muddat norasmiy ishlaganliklari, shuningdek ish beruvchi tomonidan ish haqining rasmiy qismi kam ko'rsatilganligi holatlari ro'y bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men davlatda ishlayman, menga ta'sir qilmaydi deb xotirjam bo'lish yaramaydi. Endi esa ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Pensiya tizimi faqatgina oddiy ish staji va to'lovlarga asoslanmaydi. U bir qator murakkabliklarga ega. Alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar, ko'p bolali onalar, ba'zi hollarda ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin yoki ular uchun stajni hisoblashda imtiyozli davrlar belgilanishi mumkin. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni 8 yoshgacha tarbiyalagan onalar umumiy belgilangan yoshdan 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Lekin buning uchun ham ma'lum shartlar, masalan, yetarli stajga ega bo'lish talab etiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ularga nisbatan ham pensiya yoshi yoki staj talablari o'zgacha bo'lishi mumkin. Qo'yda tariqasida nogironlik guruhi va sababiga qarab ularga nisbatan yosh va staj talablari yumshoqroq bo'ladi. Aslida maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar, kimyo zavodlari, temir, yo'l kabi zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar ham umumiy belgilangan yoshdan ancha oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Lekin buning uchun ularning mehnat daftarchasida ushbu ishlarni tasdiqlovchi yozuvlar va ish beruvchining tegishli ma'lumotnomalari mavjud bo'lishi shart. Bu holatlarda ham stajni to'g'ri hisoblash va tasdiqlash muhim ahamiyatga ega. 2. Tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan jihatlar. Qora buxgalteriya va norasmiy ish yuqorida aytganimizdek, bu pensiyangizni sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'pchilik bugungi kun daromadi uchun ertangi kunini qurbon qiladi. Odamlar hozirda ko'proq pul topayotganini ko'rib, kelajakdagi pensiya ta'minotini unutishadi. Ammo yillar o'tib, pensiyaga chiqish vaqti kelganda, oylik 2 million so'mlik pensiya o'rniga atigi 800 ming yoki 20 million so'mlik pensiya olib afsuslanishadi. Bu afsuslanishning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Asl mehnat daftarchasidagi xatolar va yo'qotishlar. Eski, qo'lda to'ldirilgan mehnat daftarchalarida xatolar ko'p uchraydi. Imzolar yo'q, muhrlar aniq emas, sanalar chalkash, ba'zi davrlar yozilmagan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda pensiya jamg'armasidan qo'shimcha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxalari talab qiladi.
Agar ularni topa olmasangiz, o'sha davr stajingizdan hisoblanmay qolishi mumkin. Shuningdek, mehnat daftarchasini yo'qotib qo'yish ham katta muammo. Uni qayta tiklash jarayoni juda murakkab va ko'p vaqt talab qiladi. Pensiyaning indeksatsiyasi va inflyatsiya. Pensiya miqdori vaqti bilan indeksatsiya qilinadi, ya'ni inflyatsiyani hisobga olib oshirib boriladi. Ammo to'plangan pullarning qiymati inflyatsiya ta'sirida kamayishini ham yoddan chiqarmaslik kerak. Bugungi 5 million so'm pensiya 20 yildan keyin 5 million so'm bilan bir xil xarid qobiliyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faqat pensiyaga umid bog'lamasdan o'z shaxsiy jamg'armalaringizni ham yaratish muhim. Ixtiyoriy badallar. Ko'pchilik bilmaydigan yoki e'tiborsiz qoldiradigan bir nonja bu pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badal to'lash imkoniyati. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz yoki shaxsiy tadbirkor bo'lsangiz yoki umuman pensiya jamg'armasiga qo'shimcha mablag' o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni amalga oshirishingiz mumkin. Bu sizning kelajakdagi pensiya miqdoringizni oshirishga yordam beradi. Har bir ixtiyoriy badal pensiya jamg'armasi tomonidan qayd etiladi va pensiya hisob kitobida inobatga olinadi. Bu norasmiy ishlaganlarga o'z bo'shliqlarini to'ldirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Elektron mehnat daftarchasi. Yaqinda joriy qilingan elektron mehnat daftarchasi tizimi ko'p muammolarni hal qiladi. Ammo eski davrlarga oid ma'lumotlar haligacha qo'lda kiritiladi yoki arxivlardan olinadi. Shuning uchun o'z elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarning to'g'riligini muntazam tekshirib borish juda muhim. Agar u yerda xatoliklar yoki bo'shliqlar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nimalar qilishingiz kerak? Bu qadamlar aniq tushunarli va darhol amalga oshirish mumkin bo'lgan harakatlardir. Mirchi asta o'zingizning mehnat stajingizni va pensiya badallaringizni tekshiring. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Hozirda ko'plab ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Gov.uz orqali ham olishingiz mumkin. Pensiya badallari to'g'risida ma'lumot xizmatini qidiring. Nimalar talab qilinadi? Pasportingiz. Agar My.Gov.uz orqali qilsangiz, elektron raqamli imzoingiz talab qilinishi mumkin. Nima so'rash kerak? Sizning nomingizdan pensiya amalga oshirilgan ijtimoiy to'lovlar badallar to'g'risida batafsil ma'lumotnoma so'rang. Bu ma'lumotnomada har bir oy uchun qancha mablag' o'tkazilganligi, qaysi davrlar uchun o'tkazilganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Shuningdek, elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlaringizning dolzarbligini va to'g'riligini tekshirishni so'rang. Nima qilish kerak? Olingan ma'lumotnomadagi ma'lumotlarni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar va esingizda qolgan ish haqlaringiz bilan solishtiring. Agar xatoliklar, bo'shliqlar yoki to'lovlar amalga oshirilmagan davrlar aniqlansa, darhol choralar ko'rishga kirishing. 2. Mehnat daftarchasidagi xatoliklarni tuzatish va yo'qolgan hujjatlarni tiklash. Qayerga borish kerak? Agar xatoliklar aniqlansa, avvalo o'sha davrda ishlagan tashkilotingizga murojaat qiling. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning arxivi joylashgan davlat arxivi idorasiga murojaat qiling. Nimalar talab qilinadi? Mehnat daftarchasi, pasport, o'sha davrdagi ishga oid har qanday hujjatlar, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ta'til buyruqlari va haq kerak tashkilot yoki arxivga ariza yozib, o'sha davrdagi ishingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, spravka berishlarini so'rang. Arizangizda xatolik aniqlangan davrni, ishlagan lavozimingizni va to'g'rilash kerak bo'lgan ma'lumotlarni aniq ko'rsating. Bu jarayon ancha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun hozirdan boshlash muhim. 3. Pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badallar to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Kim uchun? Bu ayniqsa norasmiy ishlaganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki kelajakda pensiyalarni oshirishni xohlovchilar uchun juda foydali. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, ixtiyoriy badal to'lash tartibi bo'yicha ma'lumot oling. Nimalar talab qilinadi? Pasport, STIR, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami. Nima qilish kerak? Bo'lgan minimal badal miqdorini aniqlang va har oyda yoki ma'lum bir davr uchun yig'ib muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshiring. Har bir to'lovning kvitansiyasini saqlab qo'ying.
Bu to'lovlar sizning kelajakdagi pensiya kapitalingizni oshirishga xizmat qiladi. 4 asterisk shaxsiy jamg'armalarni yaratish va investitsiya qilish haqida o'ylab ko'ring. Ish nima uchun? Faqat davlat pensiyasiga umid bog'lab qolish, ayniqsa yuqorida aytilgan o'zgarishlar sharoitida moliyaviy xavfsizligingizni to'liq ta'minlamasligi mumkin. O'z shaxsiy jamg'armalaringizni yaratish, qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lish sizga pensiya davrida moliyaviy erkinlikni ta'minlaydi. Qanday boshlash kerak? Bank depozitlari, aksiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa investitsiya vositalari haqida ma'lumot oling. Moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Har oyda daromadingizning ma'lum bir qismini, masalan, 10-20 miqdorda jamg'arib borishni odat qiling. Hatto kichik miqdordan boshlangan jamg'arma ham yillar o'tib sezilarli darajada o'sishi mumkin. 5. Pensiya yoshiga yaqinlashganda pensiya jamg'armasi xodimlaridan maslahat oling. Qayerga borish kerak? Pensiya yoshingizga 2 yil qolganda hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, o'zingizning aniq pensiya miqdoringizni hisoblab berishlarini va qanday hujjatlar talab qilinishini so'rang. Bu sizga kutilmagan vaziyatlardan saqlanishga yordam beradi va pensiyaga chiqish jarayonini tezlashtiradi. Aziz do'stlar, bugungi videomizda men sizga 4 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan har bir fuqaro uchun eng muhim bo'lgan pensiya ta'minoti masalalari haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Sizning kelajakdagi moliyaviy ahvolingiz faqat sizning bugungi harakatlaringizga bog'liq. Pensiya bu avtomatik ravishda beriladigan sovg'a emas, balki butun umr qilgan mehnatingiz natijasi. Shuning uchun uni nazorat qilish va himoya qilish sizning qo'lingizda. Esingizda bo'lsin, ma'lumotga ega bo'lish bu qudrat demakdir. Bugungi ma'lumotlar sizni o'z kelajagingizga mas'uliyat bilan qarashga, lozim bo'lsa tegishli choralar ko'rishga undaydi degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa yuqorida aytib o'tilgan yoshdagi fuqarolarga yuboring. Ular ham bu muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lishlari shart. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda sizning fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni kutib qolaman. Boshqa qanday mavzular sizni qiziqtiradi? Albatta yozib qoldiring. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Character count check. Email gonna command characters, which is within the 10-minute range. The length is good, the detail is there, examples are provided, style is expert yet friendly, and all constraints seem to be met. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda men sizga hayotiy muhim va har biringizni, ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizni bevosita qiziqtiradigan bir masalada so'z yuritmoqchiman. Agar siz hozirda ushbu yosh oralig'ida bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshdagi kishilar bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Chunki bugun men sizga aytadigan ma'lumotlar kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz, osoyishta keksalik davringiz uchun suv va havodan ham muhimroqdir. Bu shunchaki bir maslahat emas, bu sizning ertangi kuningizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ogohlantirishdir. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki undagi har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun oltin qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Xo'sh, muammo nimada? Avvallar O'zbekistonning ijtimoiy himoya tizimi birmuncha soddaroq va tushunarliroq edi. Ko'pchilik uchun pensiya masalasi juda uzoq, shaxsiy e'tiborni talab qilmaydigan mavzu bo'lib tuyulardi. Odamlar bir tashkilotda umr bo'yi ishlagan, mehnat daftarchalari to'ldirib borilgan va pensiya yoshi yetganida davlat barcha g'amxo'rlikni o'z zimmasiga olishga ishonilgan. Ko'pchilikning fikricha, davlat baribir o'z fuqarosini och qoldirmaydi, pensiya beradi degan sodda tushuncha mavjud edi. Ishonchli, oddiy va unchalik ko'p bosh og'riq keltirmaydigan tizim edi. Pensiya miqdorlari asosan mehnat stajiga va oxirgi ish haqi miqdoriga qarab hisoblanardi. Ko'pchilik bu mexanizmlarni chuqur tushunishga harakat ham qilmas edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Ijtimoiy himoya tizimida juda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Qonunchilikka o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Endi sizning pensiyangiz nafaqat mehnat stajingizga, balki sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ijtimoiy to'lovlarning miqdoriga bevosita bog'liq bo'lib qoldi. Bu degani qancha ko'p to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiyangiz ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu tizim bir tomondan adolatliroq ko'rinsa-da, ikkinchi tomondan fuqarolardan mas'uliyatni va o'z kelajakdagi pensiya ta'minotini nazorat qilishni talab qiladi.
Hozirda mehnat faoliyatining rasmiy qismi, ya'ni pensiya jamg'armasiga to'langan badallar soni va miqdori hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umr ko'rish davomiyligi ham oshib bormoqda. Bu esa davlat budjetiga bo'lgan yukni oshiradi va tizimning yanada optimallashishini talab qiladi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolarimiz ushbu o'zgarishlardan bexabar va yoki ularning ahamiyatini to'liq anglab yetmaydilar. Ular hali ham avvalgi sodda tizim bo'yicha fikr yuritishadi. Bu esa kelajakda ularni juda noxush vaziyatga solib qo'yishi mumkin. Xo'sh, nimalarni bilishimiz kerak va kimlar ko'proq xavotirlanishi lozim? Birinchi navbatda shuni tushunish kerakki, O'zbekistonda pensiya hisoblashning yangi tartibi asosan fuqaroning individual hisob raqamiga yig'ilgan mablag'lar tamoyiliga asoslanmoqda. Bu degani sizning ish beruvchingiz yoki sizning o'zingiz tomonidan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy to'lovlar miqdori sizning kelajakdagi pensiyangizni belgilovchi asosiy omildir. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Norasmiy ishlagan yoki xorijda ishlagan fuqarolar. Agar siz uzoq yillar davomida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchangizga yozuv kiritilmasdan va pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmasdan ishlagan bo'lsangiz yoki xorijda ishlab O'zbekiston pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lov qilmagan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol 1. Farruh aka 25 yoshda. Yigitlik davrida 15 yil rasmiy korxonada ishlagan. Uning mehnat daftarchasi joyida pensiya jamg'armasiga to'lovlar bo'lgan. Keyin esa yoshi 35 ga yetganda daromadi ko'proq bo'lgani uchun 20 yil davomida xususiy sektorda norasmiy ishlagan. Ya'ni shartnomasi bo'lsa-da, ish beruvchi uning nomidan pensiya jamg'armasiga badal o'tkazmagan yoki minimal miqdorda o'tkazgan. Hozirda 55 yoshda bo'lib, 5 yildan keyin pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Uning umumiy ish staji 35 yil bo'lishiga qaramay, rasmiy va to'lovlar qilingan staji atiga 25 yil. Bu esa uning pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lishini anglatadi. Uning yoshi yetganida hatto minimal pensiya ham zo'rg'a ilinib qolishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi uning norasmiy ishlagan 20 yili uchun hech qanday to'lov bo'lmagan. Bu holatda Farruh aka jiddiy yo'qotishga uchraydi. Chunki o'zi uchun yuqori daromad topgan yillar pensiya hisobiga kirmaydi. 2. Ish haqi miqdori ataylab past ko'rsatilgan fuqarolar. Ba'zi ish beruvchilar soliq yukini kamaytirish maqsadida xodimlarning rasmiy ish haqini haqiqatdan ancha past ko'rsatishadi. Natijada pensiya jamg'armasiga ham kam miqdorda badallar o'tkaziladi. Misol uchun Dilfuza opa 14 yoshda. Bir xususiy firmada 10 yildan beri rasman ishlaydi. Ish haqi konvertda beriladi. Rasmiy ish haqi esa O'zbekiston bo'yicha belgilangan minimal ish haqidan biroz yuqori qilib ko'rsatilgan. Uning oylik daromadi 5-6 million so'm bo'lsa-da, hujjatda 20 million 5 ming so'm ko'rsatiladi. Endi pensiya jamg'armasiga uning nomidan 1 million 500 ming so'mdan badallar o'tkaziladi. 12 yildan keyin pensiyaga chiqqanda uning pensiyasi haqiqiy daromadiga mutlaqo mos kelmasligini ko'radi. Chunki pensiya hisoboti uning rasmiy ish haqi, ya'ni 1 million 500 ming so'm asosida amalga oshiriladi. Bu esa uning umidlarini puchga chiqaradi. Uning 10 yillik mehnati pensiya hisob kitoblarida qadrsizlanadi. Mehnat daftarchasida xatoliklar yoki bo'shliqlar bo'lgan fuqarolar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ishga kirganlik, ishdan bo'shaganlik yoki lavozimdagi o'zgarishlar haqida noto'g'ri yozuvlar bo'lsa yoki umuman qandaydir davrlar yozilmasdan qolib ketgan bo'lsa, bu ham kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Misol 3. Jamshid 6 yoshda. U butun umr turli korxonalarda ishlagan. 1 yoshlik korxonadan boshqa korxonaga o'tganda eski joydan bo'shatilganligi to'g'risidagi yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan. Lekin yangi ishga kirganligi yozuvi 3-4 yil o'tib tushirilgan yoki umuman yozilmay qolib ketgan. Hozir u pensiyaga chiqish uchun hujjatlarni yig'a boshlaganda, pensiya jamg'armasi xodimlari uning mehnat daftarchasidagi 3-4 yillik bo'shliqni aniqlashdi. Bu davr uchun u o'zining ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxalari topib bera olmadi. Natijada bu 3-4 yil uning umumiy mehnat stajidan chiqarib tashlandi. Bu esa uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Uning pensiyasi shu davrga mos ravishda kamayadi. Kimlar ko'p xavotirlanishi shart emas, lekin baribir ehtiyot bo'lishlari kerak. Davlat korxonalarida umr bo'yi rasman ishlagan, ish haqi doimiy ravishda pensiya jamg'armasiga to'lovlar qilingan va mehnat daftarchasi to'liq va tartibli bo'lgan fuqarolar. Ular uchun asosiy masala o'z stajini va to'lovlarini
to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qilishdir. Ammo ularning ham bir muddat norasmiy ishlaganliklari, shuningdek ish beruvchi tomonidan ish haqining rasmiy qismi kam ko'rsatilganligi holatlari ro'y bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men davlatda ishlayman, menga ta'sir qilmaydi deb xotirjam bo'lish yaramaydi. Endi esa ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Pensiya tizimi faqatgina oddiy ish staji va to'lovlarga asoslanmaydi. U bir qator murakkabliklarga ega. Alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar, ko'p bolali onalar, ba'zi hollarda ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin yoki ular uchun stajni hisoblashda imtiyozli davrlar belgilanishi mumkin. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni 8 yoshgacha tarbiyalagan onalar umumiy belgilangan yoshdan 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Lekin buning uchun ham ma'lum shartlar, masalan, yetarli stajga ega bo'lish talab etiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ularga nisbatan ham pensiya yoshi yoki staj talablari o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Qoida tariqasida nogironlik guruh va sababiga qarab, ularga nisbatan yosh va staj talablari yumshoqroq bo'ladi. Maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar, kon, kimyo zavodlari, temir yo'l kabi zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar ham umumiy belgilangan yoshdan ancha oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Lekin buning uchun ularning mehnat tasdiqlovchi yozuvlar va ish beruvchining tegishli ma'lumotnomalari mavjud bo'lishi shart. Bu holatlarda ham stajni to'g'ri hisoblash va tasdiqlash muhim ahamiyatga ega. 2. Tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan jihatlar. Qora buxgalteriya va norasmiy ish yuqorida aytganimizdek, bu pensiyangizni sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'pchilik bugungi kun daromadi uchun ertangi kunni qurbon qiladi. Odamlar hozirda ko'proq pul topayotganini ko'rib, kelajakdagi pensiya ta'minotini unutishadi. Ammo yillar o'tib, pensiyaga chiqish vaqti kelganda oylik 2-3 million so'mlik pensiya o'rniga atigi taksud 1000 yoki 20 million so'mlik pensiya olib afsuslanishadi. Bu afsuslanishning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Mehnat daftarchasidagi xatolar va yo'qotishlar. Eski qo'lda to'ldirilgan mehnat daftarchalarida xatolar ko'p uchraydi. Imzolar yo'q, muhrlar aniq emas, sanalar chalkash, ba'zi davrlar yozilmagan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxalari talab qiladi. Agar ularni topa olmasangiz, o'sha davr stajingizdan hisoblanmay qolishi mumkin. Shuningdek, mehnat daftarchasini yo'qotib qo'yish ham katta muammo. Uni qayta tiklash jarayoni juda murakkab va ko'p vaqt talab qiladi. Pensiyaning indeksatsiyasi va inflyatsiya. Pensiya miqdori vaqti bilan indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiyani hisobga olib oshirib boriladi. Ammo to'plangan pullarning qiymati inflyatsiya ta'sirida kamayishini ham yoddan chiqarmaslik kerak. Bugungi 5 million so'm pensiya 2 yildan keyin 5 million so'm bilan bir xil xarid qobiliyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faqat pensiyaga umid bog'lamasdan o'z shaxsiy jamg'armalaringizni ham yaratish muhim. Ixtiyoriy badallar ko'pchilik bilmaydigan yoki e'tiborsiz qoldiradigan bir nuanja bu pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badal to'lash imkoniyati. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz yoki shaxsiy tadbirkor bo'lsangiz yoki umuman pensiya jamg'armasiga qo'shimcha mablag' o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni amalga oshirishingiz mumkin. Bu sizning kelajakdagi pensiya miqdoringizni oshirishga yordam beradi. Har bir ixtiyoriy badal pensiya jamg'armasi tomonidan qayd etiladi va pensiya hisob-kitobida inobatga olinadi. Bu norasmiy ishlaganlarga o'z bo'shliqlarini to'ldirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Elektron mehnat daftarchasi. Yaqinda joriy qilingan elektron mehnat daftarchasi tizimi ko'p muammolarni hal qiladi. Ammo eski davrlarga oid ma'lumotlar haligacha qo'lda kiritiladi yoki arxivlardan olinadi. Shuning uchun o'z elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarning to'g'riligini muntazam tekshirib borish juda muhim. Agar u yerda xatoliklar yoki bo'shliqlar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nimalar qilishingiz kerak? Bu qadamlar aniq, tushunarli va darhol amalga oshirish mumkin bo'lgan harakatlardir. O'zingizning mehnat stajingizni va pensiya badallaringizni tekshiring. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Hozirda ko'plab ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBotagub orqali ham olishingiz mumkin.
Pensiya badallari to'g'risida ma'lumot xizmatini qidiring. Nimalar talab qilinadi? Pasportingiz. Agar MyGo'Ko'BUZ orqali qilsangiz, elektron raqamli imzoyingiz talab qilish kerak. Sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ijtimoiy to'lovlar, badallar to'g'risida batafsil ma'lumotnoma so'rang. Bu ma'lumotnomada har bir oy uchun qancha mablag' o'tkazilganligi, qaysi davrlar uchun o'tkazilganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Shuningdek, elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlaringizning dolzarbligini va to'g'riligini tekshirishni. Nima qilish kerak? Olingan ma'lumotnomadagi ma'lumotlarni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar va esingizda qolgan ish haqlaringiz bilan solishtiring. Agar xatoliklar, bo'shliqlar yoki to'lovlar amalga oshirilmagan davrlar aniqlansa, darhol choralar ko'rishga kirishing. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda sizning fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni kutib qolaman. Boshqa qanday mavzular sizni qiziqtiradi? Albatta yozib qoldiring. Kelgusi videolarda ko'rguncha xayr, salomat bo'ling.